Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda legendarniy mashina, ya'ni haqiqiy Maybach akalar. 223 emas, bu haqiqiy Maybach. Buni bilganlar biladi. Mashinamizning narxi 2300 ming dollar turadigan mashina bu mashina. Bu mashinani bir paytlar Salim akalar ham haydashgan. Okalar shaharda 3 ta yoki 4 ta bunaqa mashinadan. Hozir shu mashinani sizlar bilan bitta obzorni ko'ramiz. Bu mashinani bir paytlar o'zim sotganman. Mashinamizning informatsiyasini aytib o'taman. 2003-yil, probegi 127 ming, motori, ходовой, korobkasi hamma yog'i ideal. Mashinaga 30 ming dollar pul xarajat qilib qo'yibdilar. Mendan olganlardan keyin mana buni qaranglar. Oldi rakurs полный Maybach 223 dizayn. Takoy diskalarni qo'yib qo'yibdilar. Bu long versiyasi bilasizlar, orqa eshigini kattaligini qaranglar. Maza qildiruvdi mana bu mashina. Mana buni qaranglar. Orqa rakurslari ham полный 223 Maybach difuzorlar, hamma narsasi ishlayapti. Eng qizig'i mashinamizning orqa rakursida okalar, mana buni qaranglar. Tepalarini qaranglar, lyustralargacha bor. Bu mashinani bilganlar biladi. Okalar, prezidentskiy mashina, prezidentskiy klass, juda ham vesovoy odamlar haydagan bu mashinani. Yo'q narsani o'zi yo'q. Oynalar ko'tariladi, telefonlari bor. Oyna ko'tarilgandan keyin oldi tarafdagi odam bilan faqat mikrofonda gaplashiladi. Ya'ni eshitilmaydi. Izolyatsiya shu darajada kuchli. Mana eshikni kattaligini qaranglar. Вообще dahshat xullas. Tirikchilikga olsanglar ham bo'ladi, haydashga olsanglar ham bo'ladi. Tayyor qilib qo'yilgan mashina. Ve saloni bu mashinani qizil rangi edi. Hozir takoy bejviy korичневый rang qilib qo'yishibdi. Oldin rakursini ham bitta ko'ramiz. O'zini magnitofoni, abagrev abduf sidenasi, klimat kontroli, rullari, xullas hamma yog'i ideal mashinani. Hozir sizlar bilan bitta mashinamizni oldin rakursini ham ko'ramiz. Mashinamizda hattoki prisoskalargacha bor, hammasi ishlab turibdi akalar. Endi oldin rakursni bitta ko'ramiz. Mana buni qaranglar. Voy, mazzami. Telefonlari, magnitofonlari, hop, pnevmopodveska, SP, sport rejim. Ya'ni bu mashinamizning motori katta, bemalol drift, любой narsa qilsa bo'ladi. Endi yarashmaydi lekin. Sababi bu Maybach unaqa drift qilib yuradigan mashina emas. Mana buni qaranglar. Parmet sidenani 5 etapli, abagrev abduflargacha bor. Svetlarniki, kruiz kontrollarigacha bor okalar. Nima deyapti mashina? Mana buni qaranglar. Orqa rakursi qaranglar. Bemalol yashasa bo'ladi, bir xonali uy. Bu mashinamizni sotuvga chiqaryapmiz, okalar. Xudo xolisa, narxini taxmin qilib turasizlar. Narxi yaxshi inshaalloh. Bu haqiqiy Maybach okalar. Bu faqat tashqi ko'rinishi 223 qilingan. Xudo xolisa, mashinamiz ideal holatda, ya'ni salonini ko'rdinglar. Texnически ideal, ya'ni motori, ходовой, korobkasi, hamma narsasi ideal mashinani. Kuzupi ham ideal holatda. Bu mashinamizning egalarini, nomerini yozib qo'yaman. Mashinamizning narxi 85 ming dollar kelishtirib beriladi okalar. 30 ming dollar pul xarajat qilib qo'yilgan. Mana qaranglar. Bu haqiqiy Maybach. Mashina xullas vashya dahshat. Arzon inomarga xizmatinglarda.